Assalomu alaykum, xormanglar, charchamayapsizlar? Ustozimiz Husn akam, shogirdimiz Muhammadjon va men Nig'matjon ketdik. Bo'tda mana ustozlarimiz. Aka, assalomu alaykum. Mana o'sha kutgan qorimiz. Mana. Ko'ring mashita. Mana qorni yog'ishini qaranglar. Husn aka, ta'sirotlar qorda. Gap yo'q. Zo'r yog'yapti, lekin shogirdimiz haqi qolib ketdi. Keyin mana qorda mazza qilib ehtiyot bo'l. Qor to'g'risida she'ringiz nima aytayapti? Yo'q, qor babog'im oppoq. Hamma shuni aytadi. O'shani aytib beraymi? Qor to'g'risida faqat shu bor edi. Hammajon sanda. Yo'q, menda ham she'r yo'q-ku, dilizxorlarim. Qani gapir. Kelinganmi? Yo'q. Husn akam yo'q, Husn akam. Texnikalari zo'r, Husn aka gap so'zi yo'q lekin uncha-muncha odamni yo'q texnikalari. Yig'ib olgansiz. Zo'r, omadingiz bersin. Cho'nchagiga baraka. Bundan ham zo'r texnikalar olish nasib qilsin. Rahmat. Yetganingiz kelsin, zo'rlarini olib bering. Mashqqa xizmat qiladi, olgan narsani. Mashqda yashagandan keyin shu yerga xizmat qiladi, to'g'rimi? Bu yoqda o'rmonzorimiz bor. O'rmonzorga qarab yo'l olamiz. Jamoa Mana kelyapmiz. kelyapsizlarmi? Qolib ketdi. Qolib ketdi, mayli. Har doimgidek qolib ketdi. Juda chiroyli tabiat. Mana qarg'alar qarillayapti. Yana ichkariroq yurishni boshladik. Anaqalarga o'xshab, sizdek ham ishlatadiganlarga o'xshab, kirib ketdi. Dadam! Qorni qara. Xo'p, mana Muhammadjon amallab yetib keldi. Qatdingiz ko'rinmayapsiz. Mana. Yana nima deyman? Yana dilizxorlarim bor. Yana o'sha kameralaringiz, texnikalaringiz baraka bersin. Paftor. Biz paftor berishga o'rganib qolganmiz. Televideniya xodimlari eng yaxshi bitta ko'rsatuv bo'lsa o'sha aylantirib urishadi. Ashibga, mana. Voy, ana qor otdi. Mashinalarimizni ham olib qo'yasiz, mana. Volkswagen. Keling, men sizga kamera beraylik. BYD bormi? Bunda oralardan bunda kirib bunda qaratib qo'ysam. Mashinalar zo'r, juda yaxshi. Ozgina televideniya haqida obzor qilamiz.